Hammaga xayrli kun. Yaxshimisizlar? Yana o'sha savollarga qaytadigan bo'lsak, nimaga endi siz mana indamadingiz, to'y bo'lganda qarshilik qilmadingiz, nimaga endi chiqyapsiz, nima foyda, yana qaytarmoqchimisiz eringizni degan savollar juda ko'p, chunki kommentariyalarni o'qidim, kecha o'qib chiqdim. Men kimnidir qaytarish yoki nimadir qilish yoki kimgadir ko'tim kuyib yonganidan emas. To'g'risi, agar meni ko'tim qachon kuyib yonardi? Anvarzada u даже birinchi farzand tug'ilganda oddiy bir mashina qilib olib chiqolmadi. Bolasiga bitta pampers yoki bitta kasha ko'tarib kelilgan yo'q hali umuman. Oddiy mana tug'ilgan kunida bolasini bir og'iz tabriklagan yaramagan insonni men nimasini qizg'onaman, nimasini bo'lishim. Agar haqiqatan ham bir oyda yoki bir yilda kelib turib bolasiga mehr berib, boshqa narsa qilganda balki bunda kuyib yonishi mumkin edi. Farzandiga mehr bo'linadi-da. Endi bu bolasi yonida, bu bolasi bu yoqda buni unchalik nima qilmaydi deyishim mumkin edi, lekin unaqa narsa bo'lgani yo'q. Keyin yana kimlardir yozibdi, Anvarzada yuzga borgan ekan, qachon kelgan ekan? Menga shuni isbot qilib bering. Sanasi bo'ladi qachon kelganini yoki kim bilan kelgandir bo'ladi, agar meni uyimga kelgan bo'lganda. Lekin meni uyimda ostona xatlab bir kelgani yo'q yoki bolasini ko'rish uchun yoki bir oilani tiklash uchun kelgani yo'q. Ular egallama yorimda birga yurishgan rosa Shahloxon bilan birgalikda. Hech qanaqasiga bir oila tiklash uchun harakat qilgani yo'q. Anvarzada tarafdan hech qanaqa bir oila tiklash uchun harakat bo'lmadi. Keyin sizlar aytyapsizlarki, siz PR uchun chiqyapsiz, sizga ham odam kerak, reklama uchun nomer yozib qo'yibsiz deyapsizlar. Lekin nima haqqi borki, hali qonuniy zaks uzilmasdan turib tegib olgan. Xo'p, unga ham mayli, bola ham tug'ib oldi, mayli. Lekin nima haqqi borki, hali bir unga bir xotin sifatida emasda, u uyda hech kim u. Hatto uni propskaga qo'yganda ham, boshqa qilganda ham qonun taraflama, u ayol ular uchun uyda hech kim hisoblanadi. Hozirgi Anvarzada uchun ham. Biz masalan demokratik davlatda yashayapmizmi? Qonun ustuvor davlatda yashayapmizmi? Demak, qonundan tarafdorlar uchun hech kim. Shuni bilib olinglar. Men masalan nima deydi, bir PR uchun, yana nimadir uchun chiqmadim. To'g'risi, menga boshda kerak emasdi-ki, lekin nima haqqi borki uni mekka chiqib olib meni gapirishga? Nima haqqi bor uni? Unga mumkinmi yoki meni chiqib olib buzuq deyishga, uyidan qochib ketgan, o'qishini degan, onasi farishta deyishga unga mumkinmi? Nima uchun unga mumkin? Nimaga uni har qanday haq-huquqi bor? Men uning hayotiga 1,5 yil aralashmadim yoki bir bolam taraflama bir unga ta'ziq o'tkazganim, bolang bitta kasal kelib ko'rgin, Anvarzada kelib qaragin degan joyim agar shunaqa deb qilganimda menda hamchu rasmga tushirgan narsalarim bo'lishi mumkin edi. Anvarzada bilan bolani qo'ygan bo'lam, lekin u narsalar bo'lgani yo'q. Umuman o'sha raddomda ko'rgani uchun undan keyin raddomda ham kimdan ustun qo'yib chiqib ketganligi sizlarga aniq bilinib turibdi. O'sha kuni Shahlo meni gap eshitgandan keyin yelab chiqib ketgandan keyin Anvarzada ham orqasidan chiqib ketgan. Qaysi inson xo'p ona bolasini ustun qo'yadi o'sha ayolni? O'ylab ko'ring. Birinchi bolasi, tem bo'la birinchi bolasi. Nima uchun? Nimaga endi men u odamga tuqqanimdan keyin ham mana men keldim deb borishim kerak erkakni oldiga? Hatto bola qornimdaligida ham qiziqmagan inson uchun men nima uchun yana harakat qilay? Aytinglar. Nima uchun? Xo'p, nima uchun ayol kishi o'zini qadrini yerga urib, sabr qilib, faqat er ustidan tushib olsa ham, mazg'al ag'darib olsa ham, uni ustiga xotin olib kelib olsa ham, erta turib telefon qilib ajrashasanmi, yo'qmi, boshqa desachi, kechasizlar telefon qilsa qanaqa botadi sizlarga? O'ylab ko'ringlar. Hammamiz ayolmiz, turmushimiz bor, hammadan o'tadi turmushda. Kimdan o'tmagan? Kim arazlab uyiga ketmagan? Aytinglar, bu hayotda kimdan o'tmagan? O'tmagan deganda o'zi xato. Bu uyda shoxtikidan ham gadonikidan hammanikidan o'tadi ro'zg'oridan. Bir so'layaqalar hammaniki tinvoladi, kimdirnikidir bir 10 yil, 15 yil tinmaydi. Hammamizdan bo'ladi-yu. Sabrda orqasidan bo'ladi. Men ham sabr qilganman kezi kelganda. Sizlar o'ylaysizlarki, voy Anvarzada zo'r er bo'lgan, bunga ham shunaqa qilgan, lekin kechirasiz Anvarzada ham o'sha paytda biz to'yimiz bo'lgandan keyin ham ishlarni pul topolmay qolganda yurgan. Farg'ona, Qo'qon borib, reklama bor. Undan keyin oxir bo'lmagandan keyin nimani olib chiqdi. Shukronani olib chiqdi, singlisini, jiyanini. Bunaqa gap so'zlar ham bo'lgan uyda. Ammasini o'zi ham aytgan, sen o'zing pul ishlab topolmaysan, sen ayollar orqasidan pul topasan degan. Masalan, o'ylayapsizlarki, nimaga endi sizlar to'y videolaring tarqalmagan? Biz tarafda yangicha to'y bo'lgan, qiz tarafda. Anvarzadalar tomonidan ikkita to'yxonada ayollarga alohida to'y bo'lgan, erkaklarga ma'ruza bo'lganligi uchun qaynatam qarshilik qilgan. Lekin menga ham aytgan, vayon qilib birga olib chiqaylik, Instagram birga yurgizaylik deganda qaynatamni o'zlari qarshilik qilgan. Nimaga endi xotiningni olib chiqasan, pul topasan, mana marhamat pul topib kelayotgan bo'lsa degan, yuzini ko'rsatmasdan bir ovqat qilishinimi, shunaqa qilib olib chiqishi mumkin deganda bu ko'nmagan, o'zi xohlamagan. Chunki mening xohishimda bo'lmagan, chunki meni soham aytdim, yuridika, meni soham bu sohadan ancha uzoq.
Men umuman Instagram yurg'izganim oldin ham qiziqmaganman. Umuman. Oldin 4ta video uni ham o'zimni qo'ymaganman men. O'zimni ko'z qilmaganman. Yoshi katta, unaqa bunaqa debsizlar. Shuna ko'rinarman balkim. Alloh yaratgani. Birimizda nuqsonim yo'q. Yoki bir urrotmasman. To'g'risi hamda tan olish kerak bu narsani. Yuzimda o'zi tiniq. Yana nimaga o'xot qilib boshqa narsa qilishim kerak? O'xot qilyapman shu. Yo'sa u narsani o'zimga ep ko'rmayman. Bu dunyoda faqat to'g'ri qaragan o'ziga hech qancha vaqt ketmaydi ayol kishiga. 1 soat ketar, 2 soat ketar makiyaj, soch boshga qilish uchundir, lekin bu dunyoda hech kimni bir borganingizda voy bu butun umr yuzigacha bilan o'xot qilib yurgan, bu bo'yanib yurgan demaydi. Hammamizni savob amalimiz bilan jannati yo do'zaxi deb turib Allohning o'zi ajratadi. Hammaga xayrli kun. Uzr sizlarni ham kuttirib qo'ydim. Ya'ni sobiq turmush o'rtog'im, ya'ni Amirzoda bilan biz 2024-yil 9-mayda oila qurganmiz va bir nafar farzandimiz bor. Oilamiz buzilish sababiga keladigan bo'lsak, 3-shaxs, ya'ni Shahloni aralashuvi bilan oilamiz buzildi. Undan keyin Anvarzodani o'zini loqaydligi, oilasiga xiyonat qilganligi sababli oilamiz buzildi. Biz Anvarzoda bilan 3,5 oy turmush qilganmiz. 3,5 oy ichida ham har xil shu orqali kelishmovchiliklar bo'ldi va o'qishim orqasidan bo'ldi. O'zi va'da berib uylangandi, o'qishingga ham sharoit qilib beraman deb, lekin bu sharoitlar bo'lmadi. Undan keyin 3-shaxs bu shaxla aralashuvi bo'la boshladi oilamizga. Kechasilari ayol kishi telefon qilardi. Men u payt homilador bo'lganligim sababli menda homiladorlik ozgina og'ir o'tdi. Shuning uchun o'zim bilan o'zim bo'lib qoldim faqat. Mayli buni ham o'tar ketar degandim, lekin bu narsalar bora-bora kuchayib bordi. Anvarzoda shu to'yimizga bir oy bo'lgandan keyin Farg'onaga har hafta 2 kunga borib, shu yerda endi o'zini ishi nima bilandir borardi. Shundan keyin har xil menga gap so'zlar kelish boshladi, chunki meni ham tog'amlar shu yerda yashaydi, tog'amning o'g'li ko'rib qolgan ekan, shunda rasm, videolarni tashlagandi. Shu seni eringmi deb, ha deganman. Sen shunaqa qiz bilan yuribdi. Shunaqa degandan keyin shu sababi shu ekan, yoqqa borishini bilsam. Undan keyin oxirgi urushib qolganimiz 21-avgust kuni edi. O'sha kuni shu o'qishim orqasidan ozgina talashganmiz. O'qishingni qilib bermayman, ketaver, bo'lmasa agar o'qishni tanlaydigan bo'lsang, onangni tanlaydigan bo'lsang ketishing mumkin degan. Lekin men o'qishimdan yoki bir onamdan kechmadim, chunki baribir onam meni shuncha yil boqib katta qildi, oq yub oq taragandan keyin baribir onamdan voz kecholmayman. Shundan keyin o'sha kuni uydan chiqib kelganman. Anvarzodani men ruxsatsiz yoki bir uydan qochib ketmaganman. O'sha kuni o'zi telefonda ketishim mumkin, ketaver, men hech narsa qilib bermay o'qishingga ham degandan keyin narsalarimni olib, yo'qda o'sha yangi kelin qanaqa kiyinsa tillalarim taqib chiqib kelganman. Lekin men hayot bu darajaga o'zgarib ketadi deb o'ylamaganman men. O'sha kuni keyin amakisini xotini kelinoyimga telefon qilib, kelinoyi shunaqa uydan chiqib ketib o'g'lim bilan urushib qoldim deb aytib kelganman. Undan keyin men masalan Anvarzodaga xiyonat qilmaganman. Chunki xiyonat qilishgan sababi hech qanaqa nima bo'lmagan. Chunki haqiqatan ham biz sevishib oila qurganmiz. Agar Anvarzodaga men xiyonat qilgan bo'lganimda, bu narsalar dokazati bilan, isboti bilan hammaga yetib kelgan bo'lardi hozirgi kungacha. Lekin men hech kimga xiyonat qilmaganman va tillalarni ham, ular tuzluqga tupurib chiqib kelmaganman men. Kelinlik vazifamga keladigan bo'lsa, kelinlik vazifamni ham men qo'limdan kelganicha xizmatlarini qilganman. Men vaqt qilgan xizmatlarimdan roziman. 1 metrga chiqib men birontani yomonlash yoki bir yomonotlik qilish niyatim yo'q. Men xohlagan narsam sizlar haqiqatni bilishlarini xohlayman. Chunki mayli biz urushgan bo'lsak, Anvarzoda bilan urushganmiz, lekin baribir o'rtada farzandimiz bor. Masalan, menga achchiq qilib farzandimizdiligi, tanimasligi, boshqa qilmasligi, endi u o'zini vijdoniga bog'liq, hamma o'zini qilgan ishiga yarasha bu dunyoda ham, narigi dunyoda ham o'z so'roq javobini beraveradi. Lekin baribir farzandi bor. Bu narsani hech kim hech qachon o'zgartira olmaydi. Bundan bir 3-4 oy oldin, ya'ni Anvarzodani hozir yashab yurgan xotini Shahlo video chiqargandi. Shunaqa meni deb oila buzilmagan, o'xsha qilmagan, u bu deb. Undan keyin ko'p kommentariyalar chiqdi. Nimaga endi Anvarzodani birinchi xotini harakat qilmagan, o'xsha qilmagan deb. Men harakat qilganman qo'limdan kelganicha. Ulardan Anvarzodani uyiga ham borganmiz, tog'amlar, onamlar bilan. Lekin ular
qilmadi, o'zlarini katta oldi. Har xil bizga nisbatan haqoratli gaplar ishlatildi. Itga o'xshab dumliklatib kelsa kirgizaveramizmi dedi. Undan keyin yana ikkinchi marta borganimizda o'sha Uchko'prikda mo'lalari bilan uyga kirgizishmadi, eshikni ochishmadi o'zlari. Shundan keyin biz ham qaytib keldik. Undan keyin ham men bu narsalarni to'xtatmadim. Kerak bo'lsa, undan keyin ham yalindim, boshqa qildim. Lekin bu narsalar bo'lmagandan keyin oxirgi men ham to'xtatdim. Chunki baribir ayol kishi ham qachongacha yalinib yashashi mumkin? O'zlaring ham o'ylab ko'ringlar. Masalan, unda ham Anvarzada o'zida ham imkon bor, chunki o'rtada farzand bor edi. Masalan, o'zi xohlamagandan keyin ayol kishi bo'lib turib, men ham xohlamadim. Chunki baribir oilani mustahkam bo'lishiga ham erkak kishining ham hissasi bor. Faqat ayol kishi tortavermaydi u aravani. Masalan, to'g'ri g'ururim kuchli, buni tan olaman. Chunki baribir hammada g'urur birinchi o'rinda tursa kerak. Vaqti kelganda g'ururdan ham kechdim. Kechsam oyoq osti bo'lishdi, e'lantirishdi, boshqa narsa qilishni boshlagandan keyin va shu narsalardan keyin to'xtatdim. Chunki o'zi u xohlamagandan keyin ayol kishi bo'lib turib, u aravani men tortmayman oilanikini. Keyin Shahloni raddomga kelganiga keladigan bo'lsak, men ham unga to'g'ri tushuntirishga harakat qildim. Chunki baribir hech qaysi ayol ko'chadan yetaklab kelgan ayolini erini to'g'ri qabul qilmaydi hech qachon yoki boshiga chiqib ko'tarib kutib olmaydi. Chunki u mening eng baxtli kunim edi. Shuning uchun u birga keldi. Keyindan ketdim. Birovni yer bilan yoqib qolgan bo'lsa dedim, men qonuniy ajrashib olay dedim. Bemalol xohlasang yasha, xohlasang yashama, bu seni ishing dedim. Desam u to'g'ri tushunishni xohlamadi. Bundan keyin videolar chiqarishni boshladi. Anvarzada bo'ydoq, uylanmagan degan narsalar chiqardi. Undan keyin men halol birinchi xotiniman degan narsalar chiqardi, lekin bu narsalar xato. Ko'pchilik masalan bilmaysizlar, oldin uylanganini, farzandi borligini. Ko'pchilik kommentariyalarda ham yozgan, oilasi bor desa ko'pchilik ishonmadi. Lekin bu narsalar rost. Men ham sun'iy intellekt emasman, hattoki bolamizning sun'iy intellekt emas. Bu narsalar hammasi haqiqatlar. Bizning to'yimizda bo'lganligini haqiqatan ko'pchilik bilmaydi, chunki sababi qiz tarafda, ya'ni biz tarafda to'y yangicha bo'lgan, Anvarzada tomonda to'y eskicha bo'lgan, chunki to'yxona bir tomon to'yxonada ayollarga to'y bo'lgan, bir tomon to'yxonada erkaklarga ma'ruza bo'lganligi sababli shuning uchun to'yda rasmiy videolar tarqalmagan, lekin 9 o'sha may kuni to'yimiz bo'lgan kuni Anvarzada istoriya qo'ygan. Istoriyani bilasizlar, bir sutkadan keyin o'chib ketadi. Shuning uchun ko'pchilik Anvarzadadan oldin uylanganini va farzandi borligini bilmaydi.